Hürmetlik vatandaş, bugün Çislağa 2023 ayının 21. günü. Hepteki seyşembe vatandaşım, endeki mavzudun burun, üzemden vaziyeti hazır söz yapılsam birliksiyem, yani 3 doyaki. Yerimi çıkmaya kaptı. Şunun ola pervayın pelek boldu da endi keçirem mine. Bugün Çislağ'a neytip olduk. Endi muşu xəbərimdə muşu leksiyanı sizlərə yetkizmən dep. Şundaqda qəzalı qılan çıxsam, qaçan bir ciddi iş bilen. Ya ki bir leksiyaga ciddi muamele qilishla o'tirib chiqsamlam, ya kamera çataq, ya elektrik çataq, ya bir nima çataq. Bütün keyfiyatim tügün. Nima iş qadısınız bugün yetib kelgan bir xabar. Siz biz diqqat qilayotgan eng muhim narsa, biz 2 oydan beri sizlarga so'zlab kelyapmiz. Rossiya, Jungo, Rossiya, Vladimir Putin, Jungo, Reis Xi Jinping so'zlab kelyapmiz. Maqsad mushqitim Moskvada uchrashganda Uyg'ur va Uyg'uriston masalasi bu ikki davlat o'rtasida o'tirib qo'yilamdi. Gerçi matbuot e'lon qilmasimi, Uyg'uriston masalasi bu ikki davlat o'rtasida o'tirib qo'yilamdi. Sababi, buning tarixiy sababi bu ikki davlat Uyg'urni bugun Xitoyga mustamlik qilib berish bu Rossiyaning ishi, Stalinning ishi. Uyg'urni shu kunga qo'ygan hozir kunda jazo lageriga solganlar. Jazo lageri qurib Uyg'urni shu kunda qiynayotgan, azoblayotgan, soyqirım bilan o'ltirayotgan. Ishlamor Rossiyaga munosabatli vatandoshi. Masalan, siz elib beqinga 2012-yil 3-oyning 22-kuni Reis Xi Jinping Moskvani ziyorat qildi, qaytib keliblar. Nimiş oldu? Serik boya maral beşin, ay serik boyda teröristler da öyle jim oturup çay içip, meşrep kılıvatkan mı Uygurları bomba taşlap öldürüp, ulanın hemisi etizin başlap terörist diye vatandaş. Demek bir yer Rusya'nın kolu bombasa, Rusya beşini leniştmisa, Uygur meselesinin Rus ile Xitay'nın diplomatik münasebet tarihindeki mühim mesele, sezgür mesele, işkelligi davamlı aydınlaşıp durmasa, Xitay bu iş için Moskva'ya berip, Moskva'dan qaytib gelip, Maral Beş'nin serik boyuna de helik vakanı peyda kılıp, Uygurlarını şu günden başlap bastırdığın işini kılmagan boladı. Bugün endi Uygur meselesi Xitay'nın içki kısmında müstemlike şeraitte o soykırın yani genocide dersi götürülgen iken Uygur Xitay'nın hükümranlığını kabul kılmadı. Xitay Uygur'unu boysunduralmadı degen mesele. Bunun kayında nime gep var? Şartsız şu ki Uygur tarihte kurgan devletlerine eslik keltiriş gerek. Devlet kuruş nüfusunu ve hukukunu eslik keltiriş gerek. Meselenin tügünü benim müşahede. Şuna biz aldırapmış kaydın birisiyle sözlüğe leksiyelede Uyg'uriston, Uyg'ur meselesi Moskvada bir mesele süptüde oturup koyulamdı yok. Degen meseleydi. Bugün şunun münasebet hazır. Mal leksiyani sizlerge tapşırımız. Anda kendi sizlerle bile tahlil kılımız vatandaşım. Mavzumunda dehşetlik. Reis Xi Jinping ile Prezident Vladimir Putin çırak yörükada kucaklaşıp durganda Amerika qo'lidagi 2 dana bazg'anni sandal ustiga qo'ydi. Yoki bazg'an bilan sandal ustiga urdi. Mavzuli xabar 3-oyning 20-kun Vanvet orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. 20-kuni Reis Xi Jinping ziyoratda Moskvada vatandaş. 3-oyning 20-kuni Jungo Kompartiya sekretari Devlet Reis Xi Jinping Moskvaga ziyoratga yetib kelib, Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinni qo'llaydigan musofa ziyoratini boshladi. Vladimir Putin Xalqaro jinoiy ishlar sud kollegiyasi tarafidan qo'l qilish buyrug'i e'lon qilingandan keyin Reis Xi Jinping onunga qo'l berib ko'rishdi. Amerika Birleşme Agentliği mundaq ko'rsatdi. Amerika taraf o'xshash bir kunda birinchidan Ukrainaga harbiy yordam,
350 milyard dollarlık harbiy yordam beradiganligini, qurol-yarog' harbiy aslahalar yordam beradiganligini jakarladi. O'xshashla vaqtda ikkinchidan Amerika bevosita Beijingga qaratib aloqador davlat qatoriga kirgizib, irqiy qirg'inchilik, 25 turlik jinoyatni qator tizib, Jungo Kompartiyasining kishilik huquqiga tajovuz qilganligini tanqid qildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining qo'lida 2 dona bozg'on sandalga tushdi. Sandal ustiga biri Vladimir Putin, yana biri Rais Xi Jinping yotqizilgan edi. Bu xabar Amerika ovozida e'lon qilindi va shu vaqtning o'zida Vanliya tor betida e'lon qilindi. O'xshashla Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinken dokladda, ya'ni kishilik huquq dokladida yer shari bo'yicha 5 cho'ng kishilik huquq masalasi bo'yicha to'xtaldi. Rossiyaning Ukrainaga umumyuzlik tajovuz qilishi, Iranning namoyishchilarni vahshiylik bilan bostirishi, Jungo Kompartiyasining Xinjiangda, ya'ni mustamlik Uyg'uristonda irqiy qirg'inchilik siyosatini davomlashtirayotganligi, Talibanning Afg'oniston xonim-qizlarga kamsitish xarakterlik tadbirlar bilan besim selayotganligi to'g'risida to'xtalib o'tdi. Dokladda Xinjiang masalasi alohida tilga olindi. Irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat Xinjiangda, ya'ni mustamlik Uyg'uristonda davomlashdi. Ziyonkashlikka uchrag'uvchilar Uyg'urlar va boshqalarni asos qildi. 1 milliondan ortiq Uyg'ur nazarband qilindi. Erkinlikka tortib olindi. Zo'r ko'lamda xo'rlandi. Majburiy bola tushirish, qattiq choralar bilan to'g'chaklash, jinsiy xo'rlik, zo'ravonlik, majburiy emgak, diniy e'tiqod, fikr erkinligi ig'ir darajada ziyonkashlikka uchradi. Bu dokladda qisqartib oldik, vaqt chiqarib, vaqtimiz yetsa butun nusxa bilan sizlarga yetkazamiz. Bu 20 kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mahkamasi davlat ishlar kotibi Antony Blinken xalqaro alla yoki dunyodagi davlatlar kishilik huquqni zabt qilayotgan, ayg'osti qilayotgan, dafsanda qilayotgan davlatlarning kishilik huquqi to'xtalgan ahvol ostida alohida gavdalik oldi Uyg'urlar to'g'risida va Jungoning Uyg'urlarni hozirgacha soyqırım qilishni davomlashtirayotganligini o'ttirib qo'ydi. Siz shuningdan bilan hozir muhokamaga o'tishdan avval 2 bozg'on, biri Rossiya tajovuz qildi Ukrainaga, bugungi kunda Ukrainaga dollar yordam berish, harbiy aslahalar bo'yicha yordam berish bu prezident Vladimir Putinga berilgan zarba. Ikkinchidan Uyg'uriston Uyg'urning kishilik huquqi soyqırım bu Rais Xi Jinping'e berilgan zarba. Xi Jinping Moskvada Prezident Vladimir Putin bilan suhbatda. Demak, siz shuningdan shu xulosani chiqaranki, vatandosh bu qatam Moskvada Prezident Vladimir Putin bilan Rais Xi Jinping o'ttirisida Uyg'uriston masalasi o'ttirib qo'yildi. Men boshda aytdim, nemishqa bularning qo'li titrab turdi. Hatta shunda qudratlik deb chalgan, hatta Ukraina tajovuz qilib kirgan yadro atom bilan popuzi qilayotgan Prezident Vladimir Putin nemish o'ltiranmaydi. Bearam. Kayfiyati nayt sus, kayfiyati bearam. O'xshashli uning bearamligi Rais Xi Jinpingga juqib qolgandek birinchi ko'rishdi. Rais Xi Jinpingmi bearam. Masala nada? Masala o'tirg'i chiqadigan masalaning ig'irligi.
Hammani qo'yib turib, Ukrainaga qurol yordam, G'arb dunyosi, Uyg'uriston soyqirım, kishilik huquq va Uyg'uristonning tarixi. Uyg'uriston Xitoy bilan Rossiya o'rtasida nima ish qilmoq kuniga tushib qoldi? Masala shu.